perkut qilib bergani chaqirishdi. Bizdan oldin My Taxi'da ishlaydigan akalarimiz kelishgan, shofer akalarimiz. My Taxi'da bilsanglar, perkut xizmati bor. Shu perkut xizmatidan foydalanishlik uchun bu akamizni My Taxi'dan perkut xizmatini chaqirishgan, kelib akalarimizni kapotni ochib, akkumulyatorni topisha olmaganligi uchun zavod qilisha olmagan. Hop, bizga chiqishdi, biz keldi, kapotni ochsa haqiqatan akkumulyator yo'q. Bu mashinalarda kapotning tagida ikkita motor bo'lganligi uchun akkumulyator sirenaning tagida bo'lmasa orqa bagajda bo'ladi. Bu yerda предохранитель blokimiz bor, общий sistemaga javob beradigan. Shu предохранитель blokimizni krishkasini ochganimizda mana shu kattagina bitta pilis sim kelib qotgan. Buni yo boshi akkumulyator pilisiga borib qotgan bo'ladi. Hop, mashinadan mashinaga simbular zavod qiladigan bo'lsanglar, pilis chetga qotirasizlar. Bunaqa yaxshi yarki turgan massani chetga qotirsanglar, betkami yoki bu joyga mashinamiz zavod bo'ladi. My Taxi'da ishlaydigan tanishinglar bo'lsa jo'natib qo'yasizlar. Ma'lumotimiz xudo xolisi foydali bo'lgan bo'lsa, bilganlar uchun eslatib, bilmaganlar uchun yaxshi ma'lumot bo'ladi. Sog' bo'linglar.